Pastarg'om tumanining Beklar mahallasida ham aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan amaliy ishlar o'z natijasini beryapti. Avval ishlab chiqarishdagi vaqtinchalik uzilishlar sabab maishiy gaz ballonlarini yetkazib berish davriyligi uzaygan bo'lsa, bugungi kunda vaziyat barqarorlashib, gaz ballonlari iste'molchilarga belgilangan muddatlarda yetkazib berilmoqda. Tarqatish jarayonida shaffoflik va nazoratni kuchaytirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, har bir maishiy gaz balloni iste'molchiga topshirilishidan oldin maxsus elektron tarozilarda tortilib, undagi gaz miqdori belgilangan me'yorlarga muvofiqligi tekshirilmoqda. Bu esa iste'molchilarning haqli e'tirozlarini oldini olish va xizmat sifati ustidan nazoratni yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Tuman gaz bilan biz kelishgan holda mana shunaqa tartibga qo'yganmizki, shu mahallamizga gaz kelganda hech bir fuqaro gaz ballonni ko'tarib mashina orqasidan yurmaydi, hamma o'zining uyi orqasidan ballonni chiqarib qo'yadi, navbati bilan olib ketadi. Yana bitta yaxshi tomoni, ularda hozir fuqarolardan FISAID orqali olyapti gaz ballonni, rasmga tushirib, pasport bilan, plastik bilan. Chunki bizning mahallamizda hozir 100% hammada plastik bor. Shu plastik bo'yicha tarqatiladi. Odamlarimiz ham kayfiyati yaxshi. Hammasi gazni olyapti o'ziga. Shuningdek, suyultirilgan gaz ballonlarini tarqatishda zamonaviy raqamli tizimlar ham joriy etilgan. Endilikda mahalladagi 790 ta xonadonda istiqomat qiluvchi 1161 ta iste'molchilar gaz ballonlarini Face ID orqali qabul qilib olmoqda. Bu kabi amaliy ishlardan esa aholi mamnun. O'z vaqtida yetkazib beryapti. Prezidentimizga ham katta rahmat. Xalqini o'ylagani uchun, bizlarga shunday e'tibor bergani uchun. Albatta, hududlarda olib borilayotgan bunday amaliy ishlar aholini suyultirilgan gaz bilan barqaror ta'minlash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda taqsimot jarayonining shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, maishiy gaz ballonlarining o'z vaqtida yetkazib berilishi va zamonaviy nazorat tizimlarining joriy etilishi fuqarolar uchun yanada qulay sharoit yaratmoqda.